Salam turdoshlar, ko'rayotganinglar Mintla taratqos tayyorlagan kino va ta'sirat programmasi. Hindiston desa Shahrulxon va Amirxonning muhabbat hikoyalaridan boshqa bu yurtning alohida madaniyati va g'alit qiliqlari bizning diqqatimizni alohida tortadi. Hindiston degan bu davlatda ayollik farqi alohida zo'r. Siz ayollarning hojat qilish uchun tong atmasda choy o'ynaganda qo'shin tuzib bir yo'l g'ayvat qilishqash yiroq cho'l jaziraga berib tarat qildiganini kallangizga sig'dira olamsiz? Bu rostilla kishini hayron qoldirdi. Ammo haqiqatan Hindistonning bir yurtida ayollarning hojatxonaga kirish ma'ni qilinadi. Xo'sh, undaqda biz bugun mushundaq bema'ni voqelikdan qahramon kelib chiqqan film hojatxona qahramonni bir ko'rib o'taylik. Filmning beshida har personajimizning to'y bo'layotganligini ko'rasiz. Biroq buning pushqaq hamma yerga nazar tashlabmi chiroyli kelinchakning simasi yo'q-ku bu yerda deb qolmang. Ha, asli bu inak dal kelinchak. To'y deb yaqiningizga tishlashga oldirmang. Texmi cho'ng karomatlar tex keynida. Asli dadisining xurofiyligidan bu amalsiz bir qalg'a o'yinib baloyapatni saqlanmoqchi bo'ldi. Baxshilarning deyishicha so'l qo'lida ikki bosh barmoqqa bor qizlar buning yotliq bo'z bo'ladi ekan. Biroq jahonda ham ko'ngildagidek ham bundaq barmoqli qizni nadimi topadi o kishi. Amalsiz inak uylangan yigit mushunda g'alitlik bilan tuqqanlarining baxt tilishiga erishdi mana. Meni o'ylantirib qo'yg'ini ular to'y kechini eg'ilda o'tkazami yoki o'jurdimi? Agar eg'ilda o'tkazsak ko'p salamu yoki samonmi? Ishqilib bu to'g'risida filmda aniq javob yo'q. Ammo aniqki bu yigit ota-onasining gapidan chiqmaydigan xalqning yaxshi bolasi. Uzun o'tmay bu yigit tasodifiy uchratgan bir qizni yaxshi ko'rib qoladi. Bu qiz oilasi yaxshi, o'zi bo'lsa bilimlik, tarbiya ko'rgan chiroyli qiz. Biroq uni normal kishilardeklar so'l qo'lda birla bosh barmog'i bor. Shunglashqa aniqki bu yigitning xurofiy dadisi bu to'yga hargizmi qo'shilmaydi. Biroq muhabbat oldida bu qanchalik ish. Amalsiz bechora qiz yalg'on barmoqni taqab, dadisining og'zini tuvoqlab, bir juplar o'ngishli qoldi to'y qiladi. Nima degan moslashqanlar bu, ha? Biroq o'tibayarning suyi yo'q, suyi bayarning o'ti yo'q degandek, orzusidek bar yerda qiyilishgandek hojatxona yo'q edi. Bu yerdagi ayollarning yarim kechida uyg'otishi bilan to'plashib, yiroq bir daliq berib hojat qilishi bema'nilik qo'bu. Tex o'g'irliqchadan, ha? Ko'rmaganda ko'rsan o'lmagining degan mo'sha o'xshaydi. Uqumishliq bu madaniy kelinchak ayollarning kishilik huquqini xili cho'ng bilgachga, u bu xil qilmishni qat'iy qabul qila olmaydi. Shuning bilan yigit dadisiga uyga bir hojatxona silishni maslahat solsa, dadisining quyuqchashida tik turib, to'rtda o'r bo'lib qoladi. Zada nimishqa? Bu mushu yurtning urf-odati, madaniyatiga to'g'ri kelmayotganmish. O'z tartini o'z uyiga chiqarish baloyafat epkilar ekanmish. Amaliyotda dal mushunda qarash Hindistonliklarning hamma yerga puroqlarni qoldirib qo'yishni keltirib chiqargan emasmi? Mayli qandaqli bo'lmasin, qiz bu ishga zodlik ko'nalmaydi. Yuvosh yigitmi ayolni xo'sh qilish uchun xeyli tirishchiliklarni ko'rsatdi. Masalan, ayolni qo'shnisining uyiga akirish, yaqin atrofdan bir hojatxona o'g'irlab, saqchi tutulib qilish, hatto mototsiklda poyezdning vaqtincha to'xtashiga ulgurib darhol hojat qilib olish degandek. Biroq bu qandaqmi masalalarni tub negizini hal qila olsin. Poyezdning hojatxonasiga so'linib qilib, vaqtida tushanmay xotindan ayrilib qoldi, tasli qoldi o'tixi. Bechora yigit o'ngga qarsa dadisi, so'lga qarsa ayoli. Xeyli chidashlik kelingan bu. Xotindan ayrilgan yigit ochiq kelib, yezi boshliqni izlab berib, ommaviy hojatxonadan birini silishni talab qildi. Biroq ularni tumaq yezdagi ayollardan tortib bu talabga qo'shilmaydi. Bu kallaning qatmanligiga hayron qolasiz. Rostli kishining ham nafrati ham istashligini qo'zg'amay qolmaydi. Ammo siz u yuqoriga arz sunmoqchi bo'lganda asli Hindiston hukumatining har yili ommaviy hojatxona silish uchun zo'r mablag' ajratganligini, faqat ommaviy hojatxonaning shaxslar tomonidan egallab olinganligini bayqaydi. Shuning bilan u shunday qilmishdiki odamlarning isbotini javr japonlar bilan aron topshirsa, ular qatma-qat tekshirib bekitish orqali faqat 11 oyda xabarini beradiganligini aytadi. 11 oy xotinim qayta yotliq bo'lib, yana o'g'ildan birin tug'um bo'lmamdi bunchalik vaqtda deb o'ylagan yigit oxiri dadisining yo'q deyishiga qaramay o'z oldiga uyiga hojatxonadan birini soladi. Biroq dadisi shunday asalli bashig'idigan odammi? Inakka bolasini o'ylagan bu muttasib dadisi o'g'lining shunday jabod solgan bu hojatxonasini ishi qilib yetadi. Dadillik hayvisini ko'rsatganlikda bu. Qaraganda bu dadining qilchimi navrilik bo'lish arzusi yo'q o'xshaydi. Hanim bo'lsa yigitning xilma-xil tirishchiliklari ayolni ta'sirlantirganlikdan u yo'ldosh bilan yolg'ondan ajrashgan bo'lib, jamiyatda g'ulg'ul qo'zg'aydi. Chunki ajrashish bo'lsa bu yezg'i nisbatan ajoyib zo'r bir voqea. Bu ikki soatda xabarlarga chiqib butkul Hindistonga 1000 yillik tarixga ega qadimiy yezdagi ayollarning hojatxona sababli ajrashganligi pur ketadi. Taratqularmi bu uyquda yotgan yezdagi ayollarni uyg'otib, ularni ko'ch-ko'chlarga chiqarib, noroziligini bildirdi.
Dal mush kuni yigitning momsi kechida hojatxonaga bormoqchi bo'lib, yiqilib tushdi. Yiroq jazirada hojatga berishga ulgurmay, bolasiga qattiq noroziligini bildirdi. U o'g'liga o'zini yo'lab uyidagi yerim chiqib aytgan hojatxonaga akirishga buyurdi. Tersa odam bu ishni o'z beshidan o'tkazgandan keyin oxiri pozitsiyasini o'zgartirdi. Qiz kulmaydi, ko'z tiliqib qoldi degandek, xalqning norozisi kundan kunga eg'irlashib, ko'chalar qaymaqonchilik cho'kidi. Hindistonmo oxiri bu eg'ir masalaga alohida qaraydi. Anim bo'lsa bu oshiq-mashiqlar ajrashishning oldida ommaviy hojatxona qurish to'g'risida hujjat tushirilib, bu 2 yoshning turmushi qutqizilib qilindi. Shuning bilan bu yezga hatto Hindistonning boshqa joylaridagi yerlarga nurg'unlagan hojatxonalar silinib, erlar oxiri hayvonlardek udil kelgan yerga tarqat qilishdan, ayollarmo baravar holda ommaviy hojatxonadan tang bahramon bo'ladi. Shuni ko'rib olishga bo'ldiki, Hindistonda oilasi boy bo'lmagan qiz ayollar hatto bir mo'zaychilikmi qadr-hurmatga erisha olmaydi. Mushu filmni ko'rib o'tiriblar bu xil erlar bilan osmon zamin farqli muomalalarni hatto o'zlarini tunib yetolmaganligini his qila olamiz. Bu rostilla kishini o'ylantiradigan bir masala. Hindistonda nopus rostilla bak ko'p. Boy va nomrodlarning farqi shunchalik zo'r. Balkim bu masalalar nurg'un omillarga munosabatli bo'lishi mumkin. Hindistonda azaldan erlarning nihoyat ustun, ayollarni past ko'rganlikdan ayollarning maktab tarbiyasi ilishi qiyinga uchragan. Qo'rsaqdagi bilimning tayini yo'q, hatto savodsizlikdan bechora ayollar o'zining kishilik huquqini qilchim qo'g'day olmaydi. Boshqasini demasakmi, hojat qilish bu dunyodagi barliq jonliqlarning bir xil qilmishi. Hatto tabiiy bir hojatni ayollar barobar ko'rmasdan, ularni shu kechida kurishkini elib yiroq joylarga berib hal qilishi qilchimi kishining aqliga sig'maydi. Bunday xilma-xil barobarsiz qarashlar Hindiston jamiyatining kun sari taraqqiy qilishiga ergashib, balkim asta-asta o'zgarishi mumkin. Bu filmmi dal real turmushdagi haqiqiy voqealikni o'zgartib ishlangan. Bir kichik oilaning mojarosini tasvirlash orqali Hindistondagi ba'zi bir ko'zni tutishga tegishli qilmishlar ko'rurmanlarga sunilgan. Xo'sh, mazkur filmning to'liq nusxasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Talat Media salonimizni qo'shib olib 52 raqamini avasangiz bo'ladi. 抖音